Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qardaşlar biz Hadisler Toplumlarına kitabının çoğun uruşlar ve kıyamet alametleri babını okuvatkan tok. Kegeyden davamlaştırımız. Tirmizi'nin sahih rivayetinde Ebu Bekir radıyallahu anhu'da rivayet kılınadı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen: Deccal meşriqtin, Xurasan deb atıldıgan joydan chiqadi. Uningga yüzleri teridan qilingan qalqonga o'xshaydigan bir qavm agishidi. Tirmizining bu rivoyat sahihken. İmam Müslimning 2944-numurluq hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Deccalga İspahan Yahudilerinden yeşil kiyim kiygen 70 ming kishi agishidi. İmam Buxariyning 7355 numaralı hadisida Muhammed ibn Munkadir rahimahullah mundaq deydi: Jabir ibn Abdullahning ibn Sayyadning Dajjal ekanligiga qasam ichganini ko'rdimda, qasam ichyotamsan deb so'ragan edim. U: Men Ömer radhiyallohu anhuning Payg'ambar alayhissalomning huzurida bu vaqt qasam ichganini anglagan edim. Payg'ambar alayhissalom buningga hech qanday e'tiroz bildirmagan edi, dedi. İmam Buxariyning 1355 numaralı hadisida İbn Ömer radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem Hazrat Ömer va boshqa bir qancha sahobasi bilan Ibn Sayyadning yoniga bordi va uning Bani Maqala qal'asining yonida kichik bolalar bilan o'ynayotganini ko'rdi. Bu kunlarda Ibn Sayyad balog'at ketib qolgan edi. Payg'ambar alayhissalom uning mo'risiga yengil urganga qadar u Payg'ambar alayhissalomning kelganligini sezmadi. Ondan Payg'ambar alayhissalom Ibn Sayyadga: "Mening Allohning payg'ambar ekanligimga guvohlik beramsan?" deb so'ragan edi. Ibn Sayyad Payg'ambar alayhissalomga: "Sening savodsizlarning, ya'ni arablarning payg'ambar ekanligiga guvohlik beraman. Sen mening Allohning payg'ambar ekanligimga guvohlik beramsan?" dedi. Payg'ambar alayhissalom uni rad qilib: "Men Alloh va uning payg'ambarlariga iymon keltirdim" dedi. Uningdan nimalarni ko'ryapsan deb so'ragan edi. Ibn Sayyad: "Menga rasmi kelyotidi, yolg'onmi kelyotidi" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Undaqda sen ras yolg'onni bir-biriga aralashtirib qo'yibsan" dedi. Ondan: "Men bir narsa yoshirdim, uni topgan" degan edi. Ibn Sayyad: "U tutun" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Og'zingni yum, addingdan oshma" dedi. Buni ko'rgan Umar radhiyallohu anhuning ochiqqa kelib: "Ey Rasululloh, ruxsat bergan uning kallasini chep tashlay" degan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, agar u dajjal bo'lsa, uningga kuching yetmaydi. Agar dajjal bo'lmasa, uni o'ltirishning hojati yo'q" dedi. İbn Ömer yana mundaq deydi: Uningdan keyin Payg'ambar alayhissalom bilan Ubay ibn Ka'b ikkisi Ibn Sayyad turgan xo'rimzorlikqa bordi. Ular Ibn Sayyadga ko'rinmaslik uchun xo'rim shoxlarining daldasiga o'tib yoshirinishga tirishdi. Payg'ambar alayhissalom Ibn Sayyadning maxmal ko'rp ustida yetib bir narsani g'o'dingishayotganligini ko'rdi. Dal shu paytda Ibn Sayyadning onasi xo'rim shoxlarining orqasida yoshirinib turgan Payg'ambar alayhissalomni ko'rib qoldi-da, Ibn Sayyadga uning ismi Saf edi. "Ey Saf, Muhammad alayhissalom aver turdi" dedi. Buni algan Ibn Sayyad o'rnidan sakrab turib ketdi. Payg'ambar alayhissalom: "Agar onasi uni o'zi olib qo'yib qo'ygan bo'lsa, uning mohiyati oshkora bo'ladi" dedi. İmam Buxariyning 3337-numaralı hadisida Ibn Ömer radhiyallohu anhuma yana mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom o'rnidan turib, Allohga tegishli tarzda hamdu sano aytgandan keyin Dajjalni tilga olib mundaq dedi: "Men sizlarni uningda ogohlantiryapman. O'z qavmini uningda ogohlantirmagan hech bir payg'ambar yo'qdir. Nuh alayhissalommi o'zining qavmini uningda ogohlantirgan edi. Lekin men uning haqida hech bir payg'ambar o'z qavmiga aytmagan so'zni aytaman. Bilinglarki, Dajjal yakchashmidir, ammo Alloh yakchashma emas." Tirmizining sahih rivoyatida Payg'ambar alayhissalom uningga: "Men sendan bir narsa yoshirdim" degan. Payg'ambar alayhissalom uningdan sura Duxonni yoshirgan edi. İmam Müslimning 2926-numaralı hadisida Ebu Said radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumalar Madina ko'chalarining birida ketib o'tib uningga, ya'ni Ibn Sayyadga yo'liqdi. Payg'ambar alayhissalom uningdan
nima ko'ryapsan deb so'radi. U suv ustida taxt ko'ryapman degan edi. Payg'ambar alayhissalom sen shaytonning dengizdagi taxtini ko'ribsan dedi. İmam Müslimning 2928 numaralı hadisida Abu Said radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ibn Sayyaddan jannatning to'pisi nima deb so'radi. Ibn Sayyad: "Ey Abul Qasim, uning rangi undak oppoq qurqi miskdur" degan edi. Payg'ambar alayhissalom to'g'ri deding dedi. İmam Müslimning 2928 numaralı hadisida mundaq deyilgan. İbn Sayyad Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan jannatning to'pisi haqida so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom uning rangi undak oppoq purqi sap miskdur dedi. İmam Müslimning 2927 numaralı hadisida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Haj va umra qilish uchun yo'lga chiqdik. İbn Sayyadma biz bilan birga edi. Bir joyda to'xtadik. İnsanlar tarqaldi. İbn Sayyad ikkimiz yolg'iz qoldik. Uning ustidan tarqalgan gaplar tufaylidan uningdan bakmi cho'chib turatdim. U yuk taqallarini elib, mening yuk taqallarimning yoniga qo'ydi. Men havo bek issiq, narsalarni av daraxtning ostiga qo'ygan bo'lsang degan edim. U ma'qul bo'lib, daraxtning ostiga qo'ydi. Dal shu paytda nerida bir qo'y ko'rindi. U berib, uning ustidan elib keldi va menga: "Ey Abu Said ichgin" dedi. Uning qo'lidan ichishni xohlaganligim uchun havo bek issiq, sutmi issiq, ko'nglim tortmayotidi, ichkim yo'q degan edim. U insonlarning mening ustimdan tarqatgan so'z-so'zlaklari sababidan o'zimni arg'amchi bilan daraxtga esib, o'lib olgim keladi. Ey Abu Said, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisi boshqalarga maxfiy qilgan bo'lsa-mu, sizlar ansar jamoatiga maxfiy qilgan emas. Sen Payg'ambar alayhissalomning hadisini hammadan yaxshi bildiganlardan birisan. Payg'ambar alayhissalom u dajjal kafir demidimi? Halbuki men musulmonman. Payg'ambar alayhissalom u dajjal tug'mas, ya'ni farzand ko'rilmaydi demidimi? Halbuki men balamni Madinaga qo'yib keldim. Payg'ambar alayhissalom u dajjal Makka bilan Madinaga kira olmaydi demidimi? Halbuki men Madinadan kelyapman va Makka qarab ketyapman dedi. Abu Said mundaq deydi. Hatto men uni aybsiz deb qarab o'zira aytishga tos qoldim. Shu arada u Allohning nomi bilan qasamki, men dajjalning niyat bo'lganligini va hozir qayerda ekanligini bilaman dedi. Shuning bilan uningga qurib ket dedim. Boshqa bir rivoyatda mundaq deyilgan. Ibn Sayyaddan sening dajjal bo'lib qolishing seni xushal qilamdi deb so'ralgan edi. U menga sen dajjal bo'lgan deyilsa, yo'q demayman dedi. İmam Müslimning 2932 numaralı hadisida Nafi radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. İbn Ömer radhiyallohu anhuma Madina ko'chalaridan birida Ibn Sayyad bilan uchrashib qoldi va uning achchig'i keldigan bir so'z qildi. Ibn Sayyad varqirab chaqirib ko'chini beshiga keldi. Keyin Ibn Ömer Afsaning yoniga kirdi. Afsa radhiyallohu anha bo'lgan voqeadan xabar topgan edi. Shunga Ibn Ömerga: "Alloh senga rahmat qilsin. Ibn Sayyad bilan nima ishing bor? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning u dajjal achchig'i keltirilgan chog'da o'tirib chiqadi deganligini anglamaganmiding?" dedi. İmam Müslimning 2932 numaralı hadisida İbn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq degan. İbn Sayyad bilan ikki qatim uchrashdim. Birinchi qatim uchrashgandan keyin biriga buning dajjal ekanligini deyishyapsizlar degan edim. U Allohning nomi bilan qasamki yo'q dedi. Menga yolg'on so'zlading. Alloh bilan qasamki aranglardan birisi menga uning mol dunyosining va bolalarining hammanglardan ko'p bo'lmoqchi o'lmaydiganligini aytdi. U aytgan so'z bugun aynan ko'rilyotidi dedi. Yana birdan paranglashgandan keyin ularning yenidan ayrildim. Uning bilan yana bir qatim uchrashganda qarasam, bir ko'zi poltiyib chiqib qopti. Uningdan ko'zing qachon bundoq bo'lib qoldi deb so'ragan edim. U bilmayman dedi. Men beshingdagi ko'zingni bilmamsan degan edim. U Alloh xolsa u sening asangdimi yaratadi. U sening asangdimi yaratadi dedi. Ondan eshakning angrishidan qattiqroq ovozda varqirg'il turdi. Ba'zi do'stlarim mening uni Hasan bilan qattiq urg'unimni aytishdi, lekin men uni urg'unimni bilmayman. Ravi mundaq dedi. Keyin u Ibn Umar mo'minlarning onasi Hafsa onamizning qishig'i berib, bo'lgan voqeani anglatdi. Hafsa onamiz uningga mundaq dedi. Uning bilan nima ishing bor edi? Uning insonlarga avatilishiga sabab bo'ladigan birinchi narsaning uning achchig'ini keltirish ekanligini bilmamsan dedi. Abu Davudning sanad sahih rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ibn Sayyad Harra urushida yo'qolib ketdi.
İmam Buxariyning 2222 numurli hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Jinim ilkir bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, Maryam o'g'li Isoning adil hukmron bo'lib tushishiga oz qoldi. U tushib kiristni sundurdi, to'ngizni o'ltirdi, jizyani amaldan qoldirdi. Mol dunyo ko'payib ketib, zakot yoki sadaqa qabul qiladigan hech kim topilmaydi. İmam Müslimning 155 numaralı hadisida mundaq deyilgan: U chaqda qilingan bir sajda butun dunyo va uning ichidagi barliq narsalardan afzal bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu hadisni so'zlab bergandan keyin mundaq dedi: Agar xohlasanglar ahli kitobdan, ya'ni yahudiylardan va nasoralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni Isoning haq payg'ambarligi va Allohning bandasiga iymon etadi degan oyatni o'qinglar. İmam Buxariyning 3449 numaralı hadisida mundaq deyilgan: Maryam o'g'li Isa alayhissalom sizlarga tushgan turuqliq imominglarning o'z ishinglardan bo'lishi nima degan yaxshi? İmam Müslimning 155 numaralı hadisida yana mundaq rivoyat qilingan: İchinglardan birisi imomlik qilsa, Ibn Abu Zib buni İchinglardan birisi Parvardigoringlarning kitobi, payg'ambaringlarning sunnati bo'yicha imom bo'lsa, deb tafsir qilgan. İmam Müslimning 221 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Allohning nomi bilan qasamki, Maryam o'g'li Isa alayhissalom adil hukmron bo'lib tushib, kiristni sundurib, to'ngizni o'ltirdi, jizyani amaldan qoldirdi. U chaqda tugilar tashlanib qoladi, uningga hech kim qiziqmaydi. Dushmanlik, o'chmanlik, hasadxo'rlik bo'lmaydi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Men bilan uning, ya'ni Isa alayhissalomning orasida hech qanday payg'ambar yo'qdir. U shak-shubhasiz tushidi. Uni ko'rgan chog'inglarda to'nib olinglar. U o'ttir bo'yliq, rangi oq-qizil keladi. Ustiga sarg'uch rangli ikki qur kiyim kiydi. Beshi yo'l bo'lmasimi, xuddi suv tomchilayotgandek parqirab turadi. U insonlar bilan islom uchun urushib, kiristni sundurdi. To'ngizni o'ltirdi. Jizyani amaldan qoldirdi. Allah uning zamonida islom dinidan boshqa barliq dinlarni yo'q qilib, Dajjalni halok qiladi. U yer yuzida to'liq 40 yil yashab, undan vafot bo'ladi. Uning namozini musulmonlar tushirdi. İmam Müslimning 156 numaralı hadisida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan: Ümmetimden bir taife haq ustida turib, taki qiyomatgacha davomli jihad qiladi. Andin Maryam o'g'li Isa alayhissalom tushdi. Musulmonlarning amirlari uningga: Bizga imom bo'lib namoz o'qib bergan deydi. U buning qarata: Ba'zinglarning amrisizlar, mana bu Allohning bu ummatni izzatlaganligidandir deydi. İmam Müslimning 2940 numaralı hadisida Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Dajjal ummatimning ichidan chiqadi va 40 vaqt turdi. Ravi 40 kun, 40 oy yoki 40 yil deganini bilolmadim deydi. Shu chaqda Alloh Isa alayhissalomni avatadi. U Urva ibn Mas'udga o'xshab ketadi. U Dajjalni izlab tepib o'ltirdi. Ondan insonlar 7 yil inoq ittifoq yashaydi. Ondan Allah Sham tarafdan soğuk shamol avatidi. Qalbida zarrachalik yaxshilik yoki zarrachalik imoni bor hech kim qolmay hammasi o'ladi. Hatto bir kim tog'dagi g'orga kirib olsa-mu, shamol u yerga kirib uni o'ltirdi. Bu chaqda yomon ishqa o'tdak aldiraydigan yirtqich hayvonlardek vahshiy insonlar qoladi. Ular na yaxshilikqa buyurmaydi, na yomonlikdan to'simaydi. Ondan shayton ularga ko'rinib, "Men itoat qilmamsizlar" deydi. Ular bizni nimaga buyuruysan deyishi bilanla shayton ularni butqa ibodat qilishga buyuruydi. Bu mezgillarda ularning rizqlari mo'l, hayoti rohat farog'atda bo'ladi. Ondan sur chalindi. Uning ovozini anglagan aman hamma uning quloq soladi. Tugisini ko'l bo'yiq sug'urish qilib borgan kishi sur ovozini tunji bo'lib anglaydi va darhol o'ladi. Ondan boshqa insonlarmi o'ladi. Ondan Alloh shabnamdek yomg'ir yog'dirdi. Bu yomg'ir bilan insonlarning jasadlari o'nib chiqadi. Ondan ikkinchi qatim sur chalinadi. Hammalar tirilib tik turadi. Ondan ularga: "Ey insonlar, Rabbinglarning huzuriga kelinglar. Bularni to'xtatib qo'yinglar, chunki ular so'roqqa tortiladi" deyiladi. Ondan
Do'zaxga kirdiganlarni chaqiringlar, deyiladi. Qanchadan qancha kishi deb so'raladi. Har 1000 kishidan 999 kishi deyiladi. U dahshatidan bolalarning beshini oqartib o'tadigan kundir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida hamma ish qiyinlashadi. Alloh taolo hammamizni dunyo oxiratning fitnalaridan saqlasin, dajjolning fitnasidan, qiyomatning azobidan saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.